Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşıladığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunatkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsız diqqatinglar ekranımız olsun. Şarkı Türkistan'daki Xitay əməldarlarını cəzalaş qararı qarşı elindi. Amerika avazının 11 iyuldaki xəbərdə bildirilişə Amerika parlamenti həm də Amerika parlamentinin Xitay İşləri İcraiya Komiteti Amerika hökumətinin Şarkı Türkistan'daki Xitayның qırğınçılığına çetişlik əməldarlarını cəzalaş qararını qarşı aldığanlığını bildirdi. İki partiya ve iki palataga vəkillik qıladigan Amerika parlamenti ve Xitay İcraiya Komitetinin rəisi ve Demokratlar Partiyasının Avam Palata əzası Jim McGovern ve Birleşme Reis Cumhuriyetçiler Partiyasının Kengaş Palata əzası Marco Rubio qatarlıqlar bayanat e'lon qilib, yer shari Magnitskiy kishilik huquq javobgarlik qonunuga asosan Xitoyning Sharqi Turkistonda qonunga xiloflik qilish qilmishlariga chetishligi bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolash qarorini qarshi olganligini, e'lon qilingan jazoning nihoyatda muhim ekanligini, u xili burunli yo'lga qo'yilishi kerak ekanligini, bu jazo dunyodagi eng nachar kishilik huquq vaziyatini hal qilish uchun chiqarilgan oxirgi harakat bo'lmasligi kerakligini bildirdi. Bayonotda yana mundaq deyildi: Amerikaning dunyoning har qaysi joylaridagi sheriklari va ittifoqdoshlari mushuningga o'xshash harakatlarni qo'llanib, keng ko'lamlik tutib turish, majburiy emgak silish, majburiy tug'maslik va majburiy e'tiqodidan voz kechishga majburlash qilmishining ziyniga uchragan Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik millatlar uchun davomli hamkorlashishi kerak. Xitoyning Sharqi Turkistondagi amaldorlari millionlarcha Uyg'ur va boshqa yerlik xalqni atalmish terrorlikqa qarshi turish nomida jazo lagerlariga tutqun qildi. Xalqaro jamiyatning kuchlik noroziligiga qarata Xitoy amaldorlari boshda bu ahvollarni qat'iy rad qildi. Keyinchi bu lagerlarning borligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, lagerlarning Uyg'ur musulmonlarini qayta tarbiyalash va ularning kallasidagi oshqunlikni yo'qotish uchun qurilgan atalmish kasbiy tarbiyalash maktabi deb turib olgan edi. Hindistonlik siyosiyon Xitoyni natsist Germaniyasiga o'xshatdi. Hindistonlik siyosiyon Xitoyning Uyg'urlarga selayotgan zulmlarining natsist Germaniyasining barliq xarakterini to'liq namoyon qilganligini bildirdi. Hindiston Meghalaya shtatining boshlig'i Tathagata Roy hozirgi vaqt xabarlari to'rining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Uyg'urlarga selayotgan vahshiyona zulmlarining natsistlarning yahudiylarga qilganlariga tubdan o'xshaydiganligini bildirdi. Xabarda ko'rsatilishicha, u yana Xitoyning erkin savdo metodi bilan birlashtirilgan bir partiyalik mustabid hokimiyat bo'lish sifati bilan natsist Germaniyasining barliq alohidliklarini o'ziga mujassamlaganligini alohida ta'kidladi. Xitoy rejimining Uyg'urlarga qarata zulm siyosatlari dunyoviy ayblashlarga uchragandan boshqa, Amerika hukumati 9-iyul Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatlariga bevosita munosabatlik 4 nafar Xitoy amaldoriga Magnitskiy qonuni bo'yicha jazo e'lon qilgan edi. Xitoy virusi G'arbiy Turkiston Cumhuriyetlerida tez sur'atda yamramoqda. Xitoy virusining G'arbiy Turkiston Cumhuriyetlerida tez sur'atda yamrayotganligi ma'lum. Viyun agentligining xabar qilishicha, Qozog'istonda payshanba kuni 1962 nafar, juma kuni 1726 nafar yuqumlar bayqalib, bu 2 kun hozirga kelguncha yangi yuqumdorlar eng ko'p bayqalgan kun bo'lib qolgan. Shanba kunigacha bayqalgan Xitoy virusi yuqumdorlari soni 55 ming nafarga yetgan. Bularning orasida 264 odam qazo qilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Qozog'iston prezidenti Qosim Jomart To'qayev shanba kuni ichki kabinet a'zolariga Xitoy virusi yuqum vaziyati tizginlanmaydigan kabinetni tarqitib etadiganligi haqida tahdid solgan. Juma kuni Dunyo sahiyat tashkiloti Qozog'iston vaziyatini yaqindan kuzatayotganligini bildirgan. Ozodlik radiosining xabar qilishicha, Qirg'izistonda Xitoy virusi yuqumdorlarining ko'payishiga ergashib, hukumat doiralari vaqtliq doktorxonalarni jiddiy ko'paytirishga boshlagan. Bu xildagi doktorxonalar Talas, Jalolobod, Botkent va Issiqko'l qatorliq rayonlarda birli vaqtda ko'paytirilgan. Ba'zi xabarlarda ko'rsatilishicha, 12-iyulgacha Qirg'izistonda dalillangan Xitoy virusi yuqumdorlarining soni 10629 ga yetgan. O'zbekistondagi yuqumdorlar soni 12855 ga, qazo qilganlar soni 60 ga yetgan. Xitoydagi Amerika fuqarolari ogohlantirildi. Amerika ovozining 12-iyuldagi xabarda bildirilishicha, Amerika hukumati Xitoydagi fuqarolarini Xitoyning xohlagancha tutqun qilish xavfi oshganligidan ogohlantirgan.
Amerika Davlat İşleri Mahkemesi Xitoydagi Amerika fuqarolariga ogohlantirish berib, Xitoyning chet elliklarga qaratilgan qonunsiz ijroatlarining xavfi oshganligini, Xitoyning xohlagancha tutib turish va chegaradan chiqishni cheklash qatorliq qonunsiz harakatlarining ko'payganligini e'lon qildi. Davlat İşleri Mahkemesining e'lon qilishicha, Xitoydagi Amerika fuqarolari qo'lga ilinishi mumkin ekan. Amerika fuqarolari Xitoyning davlat bexatarligiga munosabatli sabablar tufaylidan uzun muddat so'roq qilish va tutib turishga duch kelishi mumkin ekan. Davlat İşleri Mahkemesi yana ogohlantirib, Xitoy bexatarlik xodimlari Amerika fuqarolarini Xitoyni tanqid qildigan shaxsiy elektronlik uchur avatganligi uchun tutib turishi yoki qo'g'lab chiqarishi mumkin ekanligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo Davlat İşleri Mahkemesi konkret misollar bilan ta'minlamagan. Shundaqla bexatarlik ogohlantirishining konkret sabablarini oshkorlamagan. Reuters agentligining bildirishicha, Amerika bilan Xitoy yaqinda bir-birining amaldorlariga viza cheklamasi qo'ydi. Avstraliya mo Xitoydagi fuqarolarini Xitoyning xohlagancha tutib turish qilmishidan ogohlantirgan. Biroq Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Avstraliya hukumatining ogohlantirishining asossiz ekanligini bildirgan. Angliyalik siyosiyon Xitoyni yangi natsist Germaniyasi deb atadi. Angliyalik bir yuqori darajalik parlament a'zosi chorshanba kuni Hudson institutining tadqiqotchisi Ben Judah bilan suhbatlashganda Angliyaning siyosiy tuzilmasidagi Xitoyga bo'lgan o'zgarish pozitsiyasi haqida to'xtaldi. Konservativlar partiyasining sobiq rahbari bosh minister Boris Johnsonning yaqin ittifoqdoshi Ian Duncan Simsning qarashicha, Xitoyning yer shari demokratik tartibga tahdidi jiddiy va ig'ir bo'lib, demokratiya bilan mustabid hokimiyat o'rtasidagi jangni aks ettirgan. Bu tushunchani aks ettirgan Duncan Sims va Ishchilar partiyasining parlament a'zosi Helena Kennedy 6-oyda Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqini qurdi. Yer shari demokratik harakatini moslashtirish orqali Xitoyning tajovuzchiligini cheklash uchun loyihalangan bu ittifoqning hozir Avstraliya, Kanada va Yevropadagi boshqa davlatlarda 16 sho'basi bor. Duncan Simsning aytishicha, u Hindistonga o'xshash boshqa parlamentlar bilan bu guruhga qatnashish haqida suhbatlashmoqda ekan. U mundaq dedi: "Bu bir jasoratli guruhpa. Men ittifoqdan ularning Xitoyning davlat to'r hujumiga uchirmaganligini so'raganimda, bir bayonotchi ha mag'lub bo'ldi, ammo takrorlandi deb javob berdi" dedi. Shundaqdimi Duncan Sims Angliyaning Xitoy siyosatini cho'qim o'zgartirishi kerakligiga bo'lgan ishonchisini aniq o'tirg'a qo'ydi. Iqtisodiy manfaat Xitoyning yomon g'arazlik faoliyatiga davomli ko'z yumishni oqlay olmaydi. Duncan Sims Angliyaning qoidalarini asos qilgan tartibda mavjud bo'lgan qoidalarning hech qaysisiga bo'ysunmaydigan bu davlat bilan qanday muomala qildiganligini qaytadan baholashi kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Duncan Sims Boris Johnson hukumatining qarshiligiga qarshi turibmi bu o'zgarishni yo'l qo'yish irodasini aniq o'tirg'a qo'ydi. Judah uningdan hukumatning Xitoyning Huawei telegrafiya va josuslik organining Angliyaning 5G to'ridagi rolini oxirlashtiradiganligiga ishonchisi bor yo'qligini so'raganda, "Men hukumatdimi bakroq ishonaman" deb javob berdi. U hukumat ministrlarining kishilik huquq va Xitoy jahongirligi andisini faqat shundaqla tilga elib o'tib ketganligiga qattiq norozilik bildirdi. Bu masalalarni bir chetga qayirib qo'yishga bo'lmaydi. Chunki Xitoy prezidenti Xi Jinpingning oxirgi o'yini to'liq hukmronlikdir. Bu erkin dunyoga aniq, ochiq va ro'shan xiris elib keladi. Duncan Sims kommunist Xitoyni natsist Germaniya bilan aniq selishtirdi. Xitoyning davlat ichidagi yig'ib elish, yo'qotish lagerlarini nazarda tutganda bu selishtirma borgan sari yiqinlashadi. Duncan Sims ogohlantirib mundaq dedi: "Tarix bizga qayta o'rgatadiki, bir masalani hal qilish bak qiyin deb qarasa, bu masala texmi cho'ng redistin keladi." Amerikaning Gollandiya bosh elchisi Abdurahim G'ani apandimning rasm ko'rgazmasini ziyorat qildi. Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiy qirg'inchiligi va bostirish siyosatlarini Gollandiya va dunyoning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilarga to'ntish uchun harakat qilayotgan va 3-yiliga qadam qo'ygan yolg'iz kishilik namoyishning boshlamchisi Abdurahim G'ani apandining Gollandiya dam maydonida elib berayotgan rasm ko'rgazmasini tunugun yakshanba kuni Amerikaning Gollandiyadagi bosh elchisi Pete Hoekstra apandim ayoli bilan birlikda ziyorat qildi va Abdurahim apandidan hol so'radi. Shundaqla Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli haqida ma'lumot olgach, o'zining va Amerikaning Uyg'urlarning da'vosini qo'llaydiganligini bildirdi. Erdo'g'an Ayasofyaning Turkiyaning ichki ishi ekanligini bildirdi. Turkiya Cumhuriyeti Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'an Ayasofya jamiyasining qaytadan jami sifatida ibodatga echilishining Turkiyaning ichki ishi ekanligini ta'kidladi. Cumhur Rais Erdo'g'an Kriter jurnalining kun tartibga aloqador ziyoratini qabul qilib,
Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'ni fethi qilganda tunji juma namozini o'qigan va uni fetihning simvoli sifatida masjidga aylantirgan joy ekanligini, shunga uning turk xalqining xotirasidagi o'rnining voz kechishga bo'lmaydigan zo'r ahamiyatga ega ekanligini aytdi. Erdo'g'an 1934-yilda Ayasofya'ni muzeyga aylantirishning xalqning ko'nglini zedi qilgan bir qaror ekanligini bildirib, Ayasofya'ning qaytadan asli salohiyatiga ega qilinishi kerak edi. Davlat kengashi sunilgan iltimos natijasida oxirgi qarorni chiqardi. Ayasofya'ning salohiyati to'g'risidagi oxirgi qaror chiqaruvchi manba boshqalar emas, balki Turkiya davlati va xalqidir. Bu bizning ichki masalamizdir. Boshqa davlatlarning faqat chiqarilgan qaroriga hurmat qilish vazifasi bor dedi. Yana bir tarafdan Cumhur Raislik bayonotchisi İbrahim Kalın Ayasofya Camisining ibodatga echilishiga doir qarorni dunyo merosi yo'q bo'ladi deb tanqid qilganlarning fikrining to'g'ri emasligini ta'kidladi. İbrahim Kalın Ayasofya Camisidagi sin belgilarga din ayırmasdan musulmonlar, xristianlar, buddistlar hammaylarning erisha oladiganligini ta'kidlab, Ayasofya Camisining ibodatga echilishiga doir o'qituvchi partiyadagilarni o'z ichiga olgan holda bütün xalq ommasida keng ko'lamli fikr birdakligi borligini bildirdi. İbrahim Kalın bu qarorni dunyo merosi yo'q bo'ladi deb tanqid qilganlarning haqliq emasligini eskartib, diniy erkinlik nuqtasidan Turkiyada 400 dan ortiq chirkov va sinagoglarning ochiq ekanligini aytdi. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. 12-iyul Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca Türkiyədəki Xitay virusu haqqında ən yeni əhvallarını elan qıldı. Ministr Fahrettin Koca Twitter hesabatida uçur yollab, virus bilan yuqumlandı deb gumon qilingan 45232 kishini tekshirish orqali yangidan 1012 kishining virus bilan yuqumlanganligining aniqlanganligini. Buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 212993 ga yetganligini, bir kun ichida yana 19 kishi qazo qilib, jami qazo qiluvchilarning soni 5363 ga yetganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca yana bir kun ichida salomatlikka asliga kelgan bemorlarning 1298 ekanligini, 1209 bemorning kesilining og'ir ekanligini, oldingi 3 kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni eng ko'p bo'lgan shahar İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa ekanligini, İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep, Konya qatorliq 5 viloyat shaharda kesili og'ir bemorlarning soni ko'p ekanligini, xalqning munosabatli tadbirlarni yaxshi qilishi kerakligini ta'kidladi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz müşahada oxirlashdi. İnşallah atiki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shunda qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.